Menga qara, ana qara chiziqlarni qara qilamiz. Ana bular oq bo'ladi. Tushuntirib bilamanmi sen? Bo'ladi, hal qilamiz. Kechirasiz. Bir minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Boy ish qilib o'zim gaplashaman, klient kelgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta Umrzoqsizmi? Ha, men nima qilish kerak? Bu uyingizda telefon qilish kerak. Qilib beraman sizga kelishtirib, mana metr kvadratni. Yo'q. Shogirdlikka kelgandim sizga. Menga shogirdlikka tushib, telefonchilik o'rganmoqchimisiz? Ha, pul zarur bo'ldi, ishlashim kerak-da. Onam kasal. Mayli, yuring, hay, yordam beramiz, yuring. Rahmat. Nima aytib o'tiribsan sen? O'lchatirman deb. Shunday o'lchayman, chiqib o'lcha. Hay, hozir noto'g'ri bo'ladi. Tonish, bizlar shogirdiga keldi. Ismi negina? Bu ana telefonchilik o'rganmoqchi ekan. Bu bizlar bilan ishlab bilammi? Majburlikdan kelgan, onam kasal deb o'tiribdi. Pul topishim kerak dedi. Men qarang usta, men hamma ishlatishim kerak deyapman buni. Menga qara, hech bo'lmasa choy damlab beradi. Tushundingmi? Sen ishing bo'lmasa ishlaydi. Boravering, nega? Gaplashamiz hozir. Usta, menga qarang, bu basharasi yo'qmi turibdi? Senga yo'qmi turibdi, menga yo'qib o'tiribdi basharat. Tushunding? Yolg'onda sen o'z doim shogird olsam, ko'yiglik qilasan. Borishingni qil. O'zim bilaman men. 28. Choydan iching. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi niginaxon? Yo'q, bir narsa so'ramoqchi edim. Qanaqalasa? Shu ishingizni yaxshi ko'rasizmi? Men yaxshi ko'raman ishimni. Buxoro bo'ylab Luboy tuman, Luboy qishlog'i, Luboy xohlagan fasatini qilib beramiz. Undan tashqari ishlarimiz sifatiga garantiya beramiz. Narxlari ham hamyon bu. Shu sir bo'lmasa, oyiga qancha topasiz? Oyiga endi har xil. 70-80 million, o'rtacha 60 million topamiz oyiga, xudoga shukr. Shuncha pul topsangiz nimaga 07 da yurasiz? 07 da yursam ham 07 ni ichida doim bitta pachka yuraydi. Shikoyatdan oling. Rahmat oldim. Yemang. Boqani bir ish qilqani nimaga yemayman? Yemang xato. Boy ish qil. Jonim ham tegding. Ichasizmi? Ha, ichaman san. Rahmat. Zokir! Aha, usta. Moshindan 100 million pul bor olmadingmi? Men nima aytayapman unga? Sen bilan mendan boshqa hech kim bilmaydi uni. Kecha niginaxon ana berdi aytib turibdi, eski mashinamda pachka yuriydi, u yuriydi deb. Ha, ivi, niginaxon o'ganlar. Yugur niginaxon chaqir. Qayerdan chaqiraman, kecha uyga ketdi u. Menga uyim yo'q degandiku. Ana, men sizga aytdimmi? Shu payt, usta yo'qmi desam, o'zim nima qilaman? Borishing qil. Ko'rdingizmi? 100 uxladingiz. Tamom, 100 ketdi. Nigina.